Osmonaga. Ketdingmi? Eski shaharga olib kelaylik. Eski shaharda biz o'zi. Shaharlik mana edi. Biz eski shaharda biz. Bugunga nima plan? Bugun cho'rtpa biriga boramiz. Aha, cho'rtpa bir yani. Brilliantli ruka. Kino solingan joyi bor Bakuda. Ha, Shunga boramiz. ertasilar topib, ertaga uyga ketishga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Ha, ertaga road tripimiz bor 2 kunlik. Rentkardan hal qilish kerak ekan. Rent car hal qilib tripga tayyorlanamiz. Bugun ham o'sha cho'rtpa bir olingan joylar, keyin yana shu kechki Bakubilar aylanib dam olib. Nimadir o'tkazamiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursalaringiz hammasini ko'rasizlar. Qanaqa o'tdi, nima bo'ldi, nima qo'ydi. Mana o'sha joy. Ha, brilliantli ruka bo'lmaydi. O'sha kino Cho'rtpa biri degan joy. Cho'rtpa bir kino soling. Mana shu kino solingan emas, endi mashhur joyi bor. Mana shu yerda yiqilib tushadi. Siz ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Sahnasi. Mana yerda Brilliantskiy turi deb qo'yishibdi, foydalanib. Endi ko'p klient unaqa turistlar keladigan joy, tur sotishga zo'r joy. Bu yoqda kafesi bor. Burada kafesi var, o'sha kafesini ko'rsam. Bu tomonda unaqa devorlar, shahar devorlari. Aytda Brilliantskiy ruka kafe. Kafega kirsa bo'ladi, joy qo'yish. Naqsiz. Taksiga. Shahar joy. Mana ketyapmiz hozir. Shaharni bunaqalar. Devor. Eski shaharni chegarasi desa ham bo'ladi. Bu yoqda mana eski uylar. Hatto tor ko'chalarni ko'rsataman. Opalar turistlar yuribdi. Shundoq tor ko'chalari ketgan ichkari kirib ketadi. Sonra ketdi. Azat. Ben de kadar kokmuştum benim. Hozir bilmaymiz, o'zimiz ham qayerga ketayotganimizni, biroz shahar ichida yuribmiz. Mana bu metrosi shunaqa ekan bularni. Shunaqa dizaynda qurilgan, qiziq-a. Men o'sha 2-3 ta ko'rdim. Xuddi Luvr muzeyiga o'xshaydi. Endi kichkinaroq versiyasi. Lekin metro ekan mana shunaqa dizaynerlar. Ozarbayjonga kelsalaringiz bilib qo'yinglar. Yana bitta qiziq joyi Ozarbayjonda haykal ko'p ekan, juda ko'p. Hamma joyda haykal. Kichkina haykal, katta haykal, 50 metr, 100 metrda haykal juda ko'p. Odamlar, xalq, o'zini xalqi, azerlar chiqishyapti, qatgadir ketishyapti. Shahar markazida mana shu lesensalar shahar tepaga qarab qurilganligi uchun lesensalar qo'yilgan, tepa etajlarga chiqib boraverasiz, xuddi shahar etaji bor deydi. Xuddi shunaqa kecha birinchi kundagi videoda ham ko'rsatgandim. Tepaga olib chiqadigan unaqalar bor, metrolar bor. Metromi, avtobusga o'xshaydigan narsa. Relsga tushib olib tepaga qarab yuradi. Lesensa qarang, tugamayapti. Shuncha tepaga chiqish kerak. Usmon aka charchadi. Hali chiqqanimizga endi yarim soat bo'lyapti shunaqa uydan. Degan shahar shundoq tepaga qarab chiqib boryapmiz. Degan qiziq. Opa. Xo'p, mana shu ikkita to'ychoqqa rahmat. Bizani botanika bog'iga olib keldi. Taxminan 3 kilometrmi yo'l edi. Biz buni arendaga oldik. 2 manatda, 2,5 manatda arendaga oldik bittasini. 15 minutga. 13 minutcha yurib keldik. 2,5 manat bizani pul bilan taxminan $1,5 tengdi. 2,5 manat. 15 mingmi, shunaqa 16 ming shunaqa summalar chiqadi. Bittasi, ikkitasi 30 ming. Atak, menimcha zo'r. 3-4 kilometr joyga olib kelyapti. Endi taksi urib ko'rmadik. Shu unaqa bilan keldik, chunki shahar aylanasiz, ko'rasiz, shunisi uchun yaxshi. Sizlar ham kelsalaringiz taksida yurishli emas ekan, chunki yo'llari qisqa, probkalar bo'ladi.
Lekin mana bu samokat, velilarga zo'r infrastruktura qilib qo'yishgan ekan. Bemalol uchib yursa bo'ladi. Parkovkalari ko'p, qiynalmaysizlar. Parkovka qilishdan ham, topishdan ham hamma joyda bor. Prям samokat, veli uchadigan shahar ekan. Qo'shilasizmi? Mana hozir bilet olamiz, botanikaga kiramiz. Hozir bilet oldik, kirish ham Route recalculated. 2 manatdan ekan. 2 manatdan shu 1,5-1,2 dollarlarmi shunaqa bo'ladi taxminan. Qayerda kirish? Hozir uramiz. Hop, o'tdik. O'tib oldik. Endi bog'ga aylanamiz, botanika. Continue straight. Ana son aka. Mana park ichida yuribmiz. Parchalarni qaranglar, go'zalligini. Bitta qanaqadir domiksalar qilib qo'yishgan. Biologiya instituti, biologiya nimadirlari bor ekan park ichida. Bitta informatsiyalarni yozib qo'yishgan. Qanaqa gul. Kisir, tuz, tokirus, nimadirlar, короче. O'zimni qiynamayman. Mana qizlar yuribdi bu yoqda, park. Umumiy. Shu go'zallik shu. Chiroyli sonaga. Nima chiroyli? Bularni botanika bog'i, lekin bizanikidan ancha akkuratniroq ekan. Yo'llari, masalan, doroshkalari, urna, idish qutilari, skameykalari. Lekin o'ta go'zal. O'ta go'zal joy. Hop. Onaga tayyormasa bu manzarani ko'rishga. Tayyormasman? Podpishchilar tayyormasa? Tayyormasman, tayyorman. Tayyormiz, ko'ramizmi? 3 kechdan ham o'tdi. 1, 2, 3. Endi javob vaqtma qordimi? Lekin vaqtma qiladigan, rosa vaqtma. Endi kadrda bunaqa ko'rinmayapti-yu, lekin yomon manzara turibdi bu yerda. Bilgan biladi. Bu mana shunaqa yo'lak, yo'qdan boshlangan. Tugashi ham yana bir 500-600 metrdan ziyod bor mana. Barchalarga qarang turligan. Kuz qilyapti. Kuz qilgan qurganiga ham. Zo'r ideya qilishgan ekan. Park ustida shunaqa yo'lak qilishgan. Mana qarang, lift bor ekan bu yerda o'rtasida. Mana yerda teleminorasi bilan mana. Bashka. Mana o'sha 3 ta Flame Towers. Bunaqaga uchqunga o'xshab qurilgan. Bitta qiziq fakt, bular bolalarini nima deykan? Ushoqlarim deydi. Salqinni kutib qoladi. Ushoqlar, zapcha. Bizda zapchasi deb hazil qiladi-yu, bular hazillashmarganda shu ushoq dergan. Rostdan ham bulardan to'kilib qolganda bular ushoqda. Bular non, bolalari ushoq. Qiziq. Til qiziq. Bizdagi bola so'z qayerdan kelib chiqqan ekan masa? Bolam. Shunaqa mana. Everybody. Come on. Boya kelar yo'q, boshqa. O'sha manzara. Asta park. Mana shu полный unaqa ekan. Botanika bog'i shunaqasiga aylangan. Shu yerlarda tugaydi. Katta hudud. Mana biz hozir shunga bilan dam olib turibmiz botanikada. Mana shunaqa joy ekan. Aytdi. Baliqlar yuribdi suvda. Shunaqa qilib qo'yishgan, вообще go'zal. Yashillik. Hozir orqaga qaytayotganda, bunday yo'l bo'yida bunaqa ko'rib qoldik. Chiroyli bog' ekan, nima ekan bu, haykallar bor ekan deb kirsak, qabriston ekan bu. Mana shu haykal turibdi, kimnidir. Ismi ham bu yerda yozilgan. Behbudov ekan. Nimadir? Yo'q, yerda qabri. Xuddi shunaqa mana haykal. Hammasini haykali turibdi. Bu yerda ham Ozarbayjonning mashhur unaqalari, odamlari mana. Sulaymon Rustam. Xalq shoiri. Shoirlarning qabristoni ekan shunaqa.
Xuddi shunaqa katta joy, vaqti chiroyli qurilgan ekan. И kirib qo'yib, biz bog' deb kirsak, bu qabriston ekan. Xo'p, mana Usmon aka bilan bu tepa bor, kecha kelgan joyimiz. Bakon osmondan ko'radigan joy. Короче, chetda restoranga kirdik. Milliy ovqatlardan aytganmiz, bu osh ekan, bularning oshi. 5 soat pishgan go'sht bilanmi, qanaqadir osh va bu do'lma. Choy aytgandek, choyni mamnaq keltirar ekan alohida. Ikkalamizga bittadan olib kelganda, bir murabbo, bu yerda yana shirinliklari bor edi, men yedim. Xo'p, 2-kun soat 6. Quyosh botyapti, biz ham rentkarga qarab ketamiz. Ertangi klipimiz uchun bizga mashina kerak bo'ladi. Shu Kommentariyada yozinglar. O'zbekiston GM mashinasini olaylikmi yoki qanaqadir Innomarka olaylikmi? o'zi kommentariyga yozgan vaqt kech bo'ladi. Hozirda variant bor, Spark Spark olmoqchiman. Spark ham bor. Spark olmoqchiman. Sherzod Quyida olmoqchi. Nima uchun Spark olmoqchiman? Biz hali bu yo'lni yaxshi bilmaymiz. Haydashi qulayroq, kichkinaroq mashina udobniy bo'ladi bizga. Yo'q, ana katta mashina demayman. Просто komfortliroq bo'ladi-da. Elantrami, Accentmi olsak, ichida komfortliroq bo'ladi. Lekin baribir Spark deb Bilmadim, ko'ramiz. Biz yugurmaymiz, pastga qarab tushyapmiz shunaqa. Liqir qilib tushar ekan. No, o'zbekda GM qilmas. Mana rasmga tushyapti. Asarjalarim mana. Geçmaymizmi? Videoga tushdik. Hadi, titrab. Привет. Привет demaydi. Assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom deydi. Hello de. Lekin bular ruscha ko'p Bilmaydi-da. bilmas ekan. Mana bu yerda zo'r kofe shop bor. Shuni ko'rsatmoqchi edim ertalab, yopiq ekan. Bu yoqda Mana local designers store coffee. Mana shunaqa joy bor. Ichida narsa sotishadi, plus kofe ham bor. Azon chaqiryapti. Sherzod qizlar qaraydi. Командировочными людьми я так не учу. Да. Mana Kiz kulesi bizning uydan tushib kelaversa, bu yerda hamma uchun foto zona, hamma rasmga tushadi. Mashina o'zimizcha. Hop, shu qancha $300 bo'ladimi? $300 ga mashina. Toshkentga borsa 100 mingdan kuniga berardim. Spark. Kuniga 100 mingdan. $300 qancha bo'ladi? 4 million bo'ladimi? 3 million. 3 million 600. 3 million 600 bir oy haydaymiz borki 3 kunga olamiz. Короче, ketayotgan video? Ozarbayjonda birgalikda yig'ilishib shaxmat o'ynashar ekan yoki-da skerga o'xshagan joylarda pianino chalib, ashula aytishar ekan. Umumiy grupp bo'lib. Keyin bular hammasi tushunar ekan. Ashulani nima deydi? Ma'nosini nima deydi? Bilin. Nima deydi? Xo'p, qaranglar, hozir biz bulvarda mana shu yerda Muslim Magamayev degan Ozarbayjonni unaqasi bor. Xalq operasisi deydimi, muzikanti. Shuni xotirasini abadiylashtirish uchun shunaqa haykal qilib qo'yishganda, mana bu yerda unaqa pult bor. Knopkalardan любой raqam qo'ysa bo'ladi, misol uchun mana. Buni bossangiz, mana Ozarbayjon degan qo'shiq ketadi. Ishlamay qoldi-ku. Hozir ishlaydi. Hop. Muslim aka, ayting endi. Mana ketdi. Ikkalaridan fanat. Mana shu brat. Muslim Magamayev. Nima hissiyot? Hissiyotni qanaqa? Yaxshi, faqat ozroq tajriba bo'lishga amaliyot qilsak yaxshi. Mana shu mashinacha bizaniki. Lekin men qo'rqqanim birinchi kun kelganimiz, taksida kelganimizda tepaga chiqib qanaqa chiqar ekan dedim. Lekin bu safar o'zim chiqdim.